Assalomu alaykum, aziz obunachilar, qadrdon treyderlar. Ho'p, tillovga texnik tahlil, eee, 19 may kuni qilingan tahlilimiz, eee, ish bermoqda. Ya'ni g'oyamiz bo'yicha ketyapti. Agar kim shu g'oyani ko'rgan bo'lsa, foydalangan bo'lsa, xursandmiz. Foydadasilar. Ulgurmagan bo'lsalaring, tushuntirib o'taman bu narsalarni. Qanday точка входа izlashni. Har safar hammada bo'ladigan muammo точка входа. Ya'ni kirish nuqtasi har doim muammo bo'ladi. Analiz hammada o'xshaydi, lekin kirish joylarini aniq topolmaydi yoki topsa ham ikkilanib turadi. Shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar, bizlarda 4 soatlikda W hosil bo'lib bo'ldi уже va ishlash jarayonida. Biza mana bu yerda test kutgandik, balkim test qilib berishi mumkin mana bu zonamizga. Mana shu zonani buzib chiqqandan уже izlaymiz degan edik va ikkita zona belgilangan mana bu yer. Chiqib mana bu gapni yopib, qaytib nimaga kelsa, yana bay olinadi degan g'oya qilingan edi va shu g'oya hozircha aktual. Ikkinchi g'oya, mana bu zona edi. Shu zonaga tushsa yana bay olamiz degan va shu zonaga tushdi-yu, lekin bitta bukvalno 10-20 kun ketmay qoldi. Qaranglar. Ну, maksimum olsak agar 132 punkt ekan. Hozir 10 punkt, 20 punkt deyapman. Agar mana bu yerdan olsak, bu yerda 40 punktlar ekan, bu yerda 37 punkt. Kichikkina volatilность kattaligi uchun ko'zga kichkina ko'rinyapti. Xo'p, qanday bu yerda kirardik? Biza mana bu ikkita muhim точкаlarni olgan edik. Ya'ni mana bu soyalarni, mana bu soya va mana bularda. Gap shundaki, mana shu kuchli zona edi. Shu yerga kelsa, savdoga kirsa bo'lardi. Sizlar уже mana bu narsani ko'rishlaring kerak edi. Mana bu qizil svecha va molot hisoblanadi. Svecha molot hisoblanadi. Ya'ni soyasi, tanasi ancha uzunroq bo'ladi va keyingi svechadan qo'rqmasdan olsalaring bo'lardi bayga. Chunki g'oyamiz o'suvchi, W bor, hamma faktlar bor edi. G'oya o'suvchi endi. Trend longoviy bo'lgandan keyin, g'oyamiz longga bo'lgandan keyin biza точка входа izlashda mana shunday точка входadan izlaymiz. Mana bu molotni ko'rdimmi, shu yerda kirardim. Stop qayerga qo'yaman? Mana shu yerga qo'yaman stop. 100 punkt stop mayli. Mana bunaqangi punktlar oldida. 100 punkt stop qo'ygan bo'lsalaring, kechani o'zida по-моему 1000 dan ziyod yurdi. Da. 1050 punkt. Bu dahshat ko'rsatkich bir kunda. Kecha boshladim o'zi. Kechani o'zida shuncha yurib berdi, qaranglar. Dahshat. Xo'p, biza inobatga olmagan narsalarni ko'rishimiz kerak. Mana bu soyalarni ko'ryapsizlar, mana bu. Va именно ana shunga kasallik qilib ketdi bu. Pastga buzdi, keyingisi kelishiga bitta kasallik qilib keyin ketdi. Buni ham olsak bo'lardi. Biz olmaganimiz sababi juda ikkita kuchli zona bo'lgach olmadik uni. No, bunaqa xatolar bo'lib turadi. Bu kechiriladigan xatolar, ya'ni bunaqangi серьёзный emas va eslaringda bo'lsa, sizlarga aytgan edim, buni ko'rsatgan edim bu zonani. Oldin shu yerga kelsa bay olamiz degan paytda mana bu yerda buzib ketgan edi. Mana bu joyda. Ya'ni svechalar tanasi bilan yopilgan joy mana bu. Bir xil joyga to'g'ri kelgan shu payt. Bu yoqda olmaymiz, chunki bu yerda o'sib chiqqan, kelganda mana bu yerda bir reaksiya olingan, ikkinchi marta mana bu yerdan откат olingan. Va shu yerda olgandan keyin mana bunaqangi zonalar beradi. Ko'ryapsizlarmi? Bir xil joyda yopilyapti-da emas. Bir xil joyda yopilib, bir xil joyda ochilyapti. Shunaqa kuchli zonalarda foydalanish kerak, kirish kerak. Xo'p, olib ketdilaring, mayli, hech narsa yo'q. Yana sizlarga imkon bo'ladi. Mana bu gap to'liq yopilishi kerak. Qandaydir mana bu yerga chiqib yopilishi mumkin yoki bu to'xtamasdan ketish ehtimoli bor. Agar uni откат qilib bersa, mana bu yerlarda urinib ko'rsak bo'ladi. Zona bor. Bu yerda ham xuddi shunday belgilab olsalaring bo'ladi, mana bu tanasi bilan yopilgan joylarda. No, shoshilmay, mana bu soyalar bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun kuzatib turasizlar, holat beradi o'zi. Agar qaytib kelsa. Bu lekin qayta kelganga o'xshamayapti, chunki mana bu svechani soyasini teng yarmiga kelib, shu yerda yopilib qolishi ehtimoli bor. Agar soya qoldirib pastda yopilsa, pastga ketamiz. Rangi qizil bo'lib qolsa, pastroqqa ketamiz. Откат bo'ladi. Bunaqa kuchli o'sishdan keyin откат endi bo'lishi kerak degan g'oya keladida ko'plarga endi.
Chunki sell izlovchilar ko'p. To'g'ri, otkat bo'lishi kerak. Otkat balkim mana bu yerdan bo'lishi ham mumkin. Tepadagi trendga qasamiya qilib atboy olib, keyin anaqangi holatda qilib berishi mumkin. Shuniyam inobatga olinglar. Oyni oxiri почти keyingi hafta polni korreksiya qilishimiz mumkin va iyun oyi non farmiga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Va nima uchun bayga qisdan ideya qilayotganim sababi, e'tibor qilinglar, katta time frameda juda kuchli o'sishdan keyingi korreksiya bu. Mana bu impulsiv harakatdan keyin korreksiya qilinyapti, juda katta ob'yom yig'ildi mana bu yerda. Agar shu joydan korreksiya tugagan bo'lsa, mana shu yerdan boshlagan bo'lsa, impuls harakatda mana bunday narsalar kutishimiz mumkin. Agar qoidasi bo'yicha olsak, mana bu joydan trend buzib chiqqandan keyin ko'rsak, mana bu narxlarni beryapti bizga. Baribir turmanglar. Baribir o'sha yoqqa borib qo'yadi u. Shuning uchun mana bu yerda ko'plar sell izladi, boshqa qildi, u qildi. Fakt baribir fakt. Ko'ryapsizlar, chiroyli narx korreksiya qilyapti, tepaga urib borish ehtimoli juda katta. Chunki biron trend buzilgani yo'q. Mana shu tortsaga mana bunday holatda. Bu yoqda pastda kasallar yo'q ekan. Shu o'zidan olingan bu oxirgi ikkita minimumdan. Mana bu trendlar bor hali, chunki sell izlayman desalar, mana shu trendgacha izlashlaring mumkin. Qachonki mana bu trend buzilsa endi. Buzilgani yo'q. Mana bu trend bor. Bu уже neaktiv olib qolib, mana bu trend hosil qilgandan keyin уже mana bu kuchli trend bo'lib qoldi va shuni buzsa уже keyingilarini ko'raveramiz. Undan oldingi trendlarni ko'raverasizlar. Faqat fakt shundaki, bu trend o'suvchi, o'sib ketaveradi. Bir ikkita fikrlarni bildirib o'tmoqchiman. Endi ko'p ko'rib qolaman internetlarda, u yoqda profitlar bilan maqtanib, katta daromad qilganlarini ko'rsatib anaqa aytadi. Bunaqangi provokatsion narsalarga ishonmanglar. Haqiqiy treyder hech qachon maqtanmaydi, hech qachon daromadini birovlarga ko'z qilmaydi. Endi исключениялар bor. Misol, ham treyder, ham o'zini qandaydir shaxsiy blogi bo'ladi, YouTube kanali yoki Instagramda o'zini ishini olib borishini boshqalarga ko'rsatib, bo'lishgisi kelgan odamlar bor. Ular misol bilimini bo'lishgisi keladi, boshqalarga foydam tegsin degan ma'noda kontent qilayotgan odamlar bor. Ularni bundan mustasno deb bilaman. Nimaga? Ishlagandan keyin mana meni qo'yam ishlayapti, mana shunday qilsam ishlarni davom etib ko'rasizlar degan odam natijani ko'rsatishi kerak. Lekin просто так hech qanday bilim o'rgatmay, hech qanday anaqa qilmay, signal sotib, mana natijam mana deb maqtangan odamlarni man uncha-muncha gap san qilmayman. Chunki hozir trend o'suvchi trendni analiz qilish oson. Nima uchun? Tushuntirib o'tiraman sizlarga. Mana qaranglar, trend o'sib ketyapti, любой kishi katta bay olaverasizlar, o'xshab ketaveradi. Mana bu yerda bay olib qo'ygan taqdirda ham aytaylik, lot depozit katta bo'lsa, stoplarni mana bu yerga qo'yadida endi u hisob-kitob qilib. Itogi baribir o'xshaydi, ko'ryapsizlarmi? Sell korotkий bo'ladi har doim, lekin o'suvchi trend uzoq muddatga bo'ladi. Buni har doim aytganman va shunday bo'lib kelyapti. Ana endi sizlarga savol, yaqin yaqin orada katta ehtimol bilan range'da qolib ketishimiz mumkin. Anaqangi range'da qolishimiz mumkin, flatda. Anaqangi flatda o'sha signal berayotgan ko'plari sinadi ana shu yerda, yo'q bo'lib ketadi. Mana bu yerda trend o'sib ketyapti-ku, misol. Keyin mana qayta tushdi. Откат olyapti. Har bitta откатda buy beraveradi, bu sindirib ketaveradi ularni. Oxiri keyin sellga o'tadi. Trend razvod bo'ldi, sell deydi, bu tepaga ketib qoladi. Ana shunaqangi sindiramiz, chunki flatda, range'da ko'plar savdo qilmagan. O'zbekistonda hozir paydo bo'lgan ko'p yangi treyderlar hammasi mana bu joyda paydo bo'ldi. Mana bu o'suvchi trend orasida paydo bo'ldi. Tilloda savdo qilayotganini aytyapman. Mana bu joylarda savdo qilmagan. Mana bu tushlarda savdo qilmagan, mana bu yerlarda. Man mana shu yerlarda savdo qilganman. Ya'ni o'suvchi, tushuvchi trendlarni ko'rib va sell shuni tushunib yetganman, sell har doim korotkий bo'ladi, long har doim uzoq muddat bo'ladi. Lekin mana bunaqa holatga tushib qolsa, ko'plar ham ana shu yerda
yediradi va mana shu yerda yangi treyderlar paydo bo'ladi. Ular qanaqa bo'ladi? Ular mana shu flatda, ranjda savdo qilishni o'rganib qoladi, lekin ranjdan buzib chiqqandan keyin, impulsni buzib chiqqandan keyin ular ham yedirib ketadi. Ikki holatda savdo qilgan treyderlar kam. Men shular ichidan kiraman. Men ham ranjda ham savdo qilganman, ham o'suvchidan ham savdo qilganman. Ikki holatda ham qanday savdo qilishni o'rganganmiz va sizlarga ham shu narsani bo'lishyapman. Anaqangi ranjga tushib qolsalaring qiyin masala. Shuning uchun har doim analiz qilib boramiz. Analizda aytaman. Man misol o'tmishda tarixdan просто o'zlaring analiz qilib ko'ringlar, qanday holat bo'lgan. Trend bor, to'g'rimi? Shu trendlarni tortib ketinglar просто va e'tibor qilinglar qayerda buzilgan. Shu buzilgan joylarda siz savdo qilsalaring bo'ladi mana. Просто trend buzilgan joylarda. Bu sizlarga kunida ko'rsatyapman. Mayda time frame mana shunday kirsalaring qaranglar. Trend buzib chiqqan, retest holatda sell ketdi mana shuncha. Yana qaytib kelyapti. Уже bu yerda kuchli zonalar bo'lgani uchun bu yerdan qaytib ketgan. Mayda kasanalar ko'p bo'lgan. Mayda time frame'da va yana sell ketyapti. Mana bu yerda ложный proboy bo'lgan, e'tibor qilinglar. Tushib, soya qoldirib, tepaga qaytib, mana bunday holat savdo qilmayman hech qachon. Mana bu yerda tasdiq bilan kirilgan, ko'ryapsizlarmi? Buzib chiqqan. 2-3 kun qaytib kelib, retest qilgan va shu yerdan keyin ketgan shuncha. Va уже mana bunaqangi holat bokovое движениeni ko'rib qolasizlar-ku, bo'ldi, bu yerda trend yo'q, bu yerda flat va flatni sizlar olasizlar. Mana bu minimumlarni belgilab olasizlar, maksimumlarni belgilab olasizlar. Maksimum kelganda sell, minimum kelganda buy olasizlar. Mana bu yerda stop yig'ilgan. Konkret mana bu yerda buy olganlar ishlab chiqib ketmagan bo'lsa, stoplar yig'ib ketgan. Va bu yerda mana bu kuchli zona bo'lgan. Mana shu yerdan reaksiya olib ketgan. Va keyin mana bu yerdan sell olganlar mana shu yerdan kutgan. Shaxsan o'zim ham shu yerdan sell olganman va mana bu yerdan kutganmiz va bizada mana bu yerda urush boshlanib qolgan va shu bilan mana o'sib ketgan. Ana endi men nimani ko'ryapman kelajakda? Biz juda kuchli zonadamiz, qaranglar. Maksimum bor, to'g'rimi? Minimum bor hozircha. Qandaydir chiqib, agar maksimum yangilamasdan qaytib ketsa, shunday o'sha zonani belgilab olasizlar. Va mana bu minimum turibdi va shu minimumni shunday belgilab olasizlar. Kutasizlar shu yerga kelib buzolmasa agar, mana shu flatda qolishimiz mumkin. Buzib ketsa, уже mana bu bo'ladi bizda. Kuchli zona qaranglar, bitta va ikkita kuchli zona. Shu yerdan keyin tepaga ketib, mana shu flatda qolib ketish ehtimoli bor. Atak trend o'suvchi, maksimum buzilmaguncha. Maksimum buzilmay qolib ketsa, o'shanda belgilab olasizlar o'zlaring uchun va flat deb oldindan aniq qilib o'zlaringiz analiz qilib ishlab ketaverasizlar. Endi uzoq muddatga u kichik time frame'larda kunlik savdo bor. Xo'p. Bugun qaranglar, уже qanday boshlanyapti. Bokovое движение sal flat bashara yoqmayapti. Mana bunaqangi holatdan ko'ra savdo qilmayman. Mana bunaqa holatni musor holat deymiz biza. Biz nimani kutamiz? O'sib chiqdimi? Yo, mana bunday harakat kutamiz. Yo, mana buni tepaga impuls buzib chiqqandan keyin mana bunaqangi harakatlarni kutamiz baribir. Minimum bor, maksimum bor, yana bitta minimum qilib berish kerak bizlarga. Shu minimum qilib bergandan keyin o'sha bir holat beradi, o'shanda savdoga bemalol kiraveramiz. Hozir mana bunday holatda savdo qilmanglar. To'g'ri, kichik taraflarda holat berayotgandir. Man savdo qilmayman. Bitta bor, misol maksimum minimumlar bor. Bu o'sha flat hisoblanadi. Shuning uchun savdo qilmagan ma'qul. Sell izlamoqchisizlarmi? Mana sizlarga sell pozitsiya. Buzsin mana shu trendni, mana bu yergacha ishlasang bo'ladi. Atak holat yo'q hozir. 1 soatlikda ham xuddi shunday. Trend bor. Mana trendgacha kelsa, shudan altboydan bayga ishlasa bo'ladi. Tak, mana to'g'riroq chizaylik. Mana. Shu yerga kelsa, shu yerdan altboyga ishlasa bo'ladi. Kuchli zona, trend, ikkita fakt bor. Double model bor, test qilgan bo'ladi double modelga. Nima uchun kuchli zona? Mana bu maksimum ko'ryapsizlar. Mana shu yerga test qilish kerak. Qoida bo'yicha va bu yerda ko'p kasana bo'lgan zonalar. Mana bu, mana bu yerlar. Va bizda avion yig'ilgan joy bo'lishi kerak shu atrof. Hozir ko'ramiz. Tak. Sal pastroq ekan avion yig'ilgan zona.
Mana bu yer o'zi kuchli zona ko'rsatyapti, qaranglar. Shu yerni buzish qiyin bo'lyapti bunga. Ana shu yerni buzib o'tsak, Xudo xohlasa tepaga ketamiz. Hop, tak bizada hozir mana bu maksimumdan mana minimumgacha biz polniy tekirib shunga tortsak, bizda mana bu zonalarni beradi, ko'rasizlarmi? Baribir kuchli zona shu yer ekan. Mana bu yer yig'ilgan korreksiya zona, mana bu yer korreksiya zona. Chunki mana bu yerga hech kim kirmaganda, mana bunaqangi zonalar kelganda hamma bay olgan va shu yerga kelib test qilganda yana bay olingan zona kuchli zona hisoblanadi. Объем yig'ilgan zona va qaytib kelganda mana shu yerda ko'p торговля bo'lgan stoplar yig'ilgan zona mana shu. Mana endi shu yerlarni ko'rsatyapti. Balkim shu yerga bizda nima bo'lishi mumkin? Shu yerni ham belgilab olib qo'yaylik. Shu yerga soya qoldirishi mumkin bizda. Inovatga qo'yamiz. Kelib trendni buzib, soya qoldirib, tepaga qaytib kelish ehtimoli bor. Qandaydir yangilik kuchi bilan ko'ramiz. Atayin hozir soatlikda kichik time frame holat ko'rmayapman, lekin katta time frameda ishlash maza. Qaranglar, bu qanchalik точный narsa-da, oddiy. Tepadagi trend tortib pastga kopiya qilib qo'yganda mana bu yerlarga o'shalarga zona berilgan edi, buni aytgan edik. Даже sizlar mana bu yerda kirmagan bo'lsam, keyin kirganlaring bo'ladi mana bu yerda testlarda. Holatlar aniq edi, ba'zi zonalar foydalanish kerak shunaqa narsalardan o'sha. Holat kutamiz, mana shu yer. Yoki mana shu gapni buzib chiqib, mana bu yerlarda отбойda selga urinib ko'rsak bo'ladi. Selga hali manda faktlar yo'q. Hop, nima qilayotgan bo'lishimiz mumkin? Takrorlanayotgan bo'lishi mumkin. Sizlarga aytib o'tganman. Примерно mana bu holatda bo'lsak, mana shu holatga berishi mumkin. Nima uchun? Qaranglar. Masshtabni prosta kattaroq olaman. Unga anaqa emaslar, prinsipial narsa emas, prosta o'xshashligiga aytmoqchiman. Mana bu yerda kichik откат ko'ryapsan, selda. Masshtabini olsak, bu yerda ham xuddi shunday kichik bo'lgan, nisbatan o'shanday bir xil harakat. Bu yerda punktlar kichik bo'lgani uchun, bu yerda volatilность oshib ketgani uchun kattaroq bo'lyapti va W qilib bergan. Qaranglar, откат bo'lgan, bu yerda ham откат bo'lgan, faqat soya bilan bo'lgan. Bu yerda soyasiz kichik откат bo'lgan. Va bu impulsdan chiqib ketgan. Bizda mana bitta откатcha bo'lgan-ku, buni impulsi chiqib ketgan. Mana bu holat kutishimiz mumkin. Bemalol, chunki rastayalar bir xil bo'lyapti-da, nisbat olinsa. Ya'ni sizlarniki o'zing o'zingga moslashtirib qo'yding demanglar, men prosta sizlarga tushunish uchun aytyapman. Shablon qo'yishim ham prosta tak пример uchun, bu именно shunday harakat qiladi degan emas. Shunchaki sizlarga Instagramda bo'lsa ko'rsatganman. Har bitta kuchli sell anodi mana bugacha olaylik mana. Tushib kelganlar bir xil rastdan yuradi har doim. O'sha punktlar kichkina bo'lgani uchun bu yerlarni aniqlasak bo'ladi, lekin mana bu Tramp gapirgan joylar почти hammasi bir xil. Prezident bo'lgan kuni 1000 kun oqib ketgan. Keyin mana bu yerda qaranglar qanday. Deyarli bu yerda 1000 punktdan bo'lsa kerak, shu yerda ham. 2000 punkt oqgan ekan shu yerda. Va keyin mana bu yerda kuchli sell ketgan. O'sha anavi Trampning siyosati bo'yicha. Ya'ni hozirgi anavilar mana bu yerda inovatga olsak, mana bu oxirgi sell pozitsiyalarni olinglar, rastyana bir xilmi? Keyingi sell pozitsiyalar ham o'shancha bo'ladi. Hozirgisi mana buni o'lchab olamiz, ana. Bizda impuls korreksiya bo'lyapti, impuls qilib bersa va bizda mana bu yerlardan sell qidirsak, отбой zonadan примерно mana bu yerga tushib berishi mumkin. Va endi qaranglar, shu holatda biz nima qilamiz? Shu holatda bizda mana trend hosil bo'ladi shu yerda. To'g'rimi? Va qandaydir bizda kanallar hosil bo'ladi. Va o'shani sadoq ketaveramiz. Mana bu gap bizda har doim kelajakda ham kuchli zona sifatida foydalansak bo'ladi. Endi qaranglar. Kuchli o'sib chiqqandan keyin agar bizning g'oya o'xshasa, mana shu kuchli o'sib chiqdi, shu yerga Fibonacci tortamiz. Standart Fibonacci va o'sha mana bu откатni qilib bersa, ATR bo'yicha qilib bersa. Long sellga, ya'ni short pozitsiyani qilib bersa, bir xil yurib bersa, qaranglar, qayerga to'g'ri kelyapti. Ya'ni trend teng yarmiga to'g'ri keladi. Yoki impuls harakat teng yarmiga to'g'ri kelgandan keyin
No, Fibonacci tortdik, teng yarim tushib bersa o'shanda va biza mana bu yerda отдача bayzon yasasak bo'ladi. Va eng qizig'i manga yoqqan narsa, narx biza o'ylaganday harakatlanmaydi. Mana bu yerga kelib prямой tushib ketmaydi. Qandaydir откатlar bilan tushishi mumkin, to'g'rimi? Va qaranglar qayerga to'g'ri kelyapti. Mana bu trendga to'g'ri kelyapti baribir. To'g'rimi? Biza mana bundan boya trend hosil bo'ladi deganda ideal holatda tasavvur qildik. Lekin mana bu trend aktual va keyin mana bundan yana bunday harakat qilishimiz mumkin. Aytib bo'lmaydi. Chunki tillo xarakteri shunaqa. Sal ketganda qaranglar mana birdan tushib ketmaydida. Tushadi, tepaga chiqadi, tushadi, itogi yaxshigina punktda yurib beradi. Bir tushdi, откат qildi, korreksiya qildi, tepaga chiqdi, yana bitta sell oldi. Ikkita sell pozitsiya mana bu yerda. Agar ideal holatda olsak, mana 0.10 dan olsak, $2000 $2900 bir tushdi, yopmadingiz. Keyin bu yoqqa yana bitta ochdingiz, $3000. Mana bu yerda ochgan pozitsiyangizni yopmasangiz agar pastgacha 3700, 3100, 3000, 6000, $800 chap qo'ygan ekan mana shunday holatda. Atigi qisqa muddat bu yerda, ko'p emas. 22-apreldan 15-maygacha. Turasida 22 kun примерно. Почти bir oy. Bir oyda $6000 sizga kim beradi? Mana deb просто shoshmasdan akkuratniy joyida ishlasak mana shunday zonalar beradi. To'g'ri, ideal holatda shunday bo'ladi, lekin real holatda, ya'ni realность ожидания deydi-ku, ajdodlasiz, lekin realностьda olib ketishda bular boshqa bo'ladi. O'shandayam o'ldim deganda bir 500-700 ishlasa bo'ladi mana shu yerda kamida. Ya'ni kichik depozit bor ishlaganlar bor misol. Ideal holatda deganimda endi depoziti bor odamlar o'sha yerda qilsa zo'r ishlasa bo'ladi. Va mana shunday zonalarda bir oyda 2 zona topib ishlasa, bir yilda dunyo pulini qo'yadi. Qarabsizlarki, уже bir yaxshigina depoziti bor, bir stabilniy savdo qilayotgan trader bo'lib qoladi, tamom. Ko'p narsa kerak emas. Xo'p, g'oya shu. Mana shu zonalarni kutaman. Shu yerga kelganda отбойda dastlabki urinib ko'ramiz. Отбой holatda shu yerga kelsa nima uchun? O'rtacha short pozitsiyalar harakati mana shuncha harakat bo'lyapti. Ya'ni shu ko'ryapsizlarmi? Bir xil почти plyus-minus 100-200 punkt ichasi emas hozir. Hozir 10 punkt, 20 punkt dedik, hozir 100-200 punkt ekan bo'lib qoldik. Ko'ryapsizlarmi? Shuncha. Bu yerda aylanayotgan bo'lsak agar. Mana shuni nisbatdan olsak bir xil расстоянияsi. Atayari bir xil chiqadi. Ya'ni protsentlarda olsak, raqamlarda olmasak-ku, protsentda olsak bir xil chiqadi. Xuloslar. Va eng qizig'i, har bitta impuls harakatni teng qayergacha kelishini qaranglar. 05 va 618 zonaga keladi. Любой vaqt shunday bo'lgan. Har doim shunday bo'lgan. Откат har doim shunday bo'lgan. Mana qaranglar. Misol 600 dan o'tib ketgan-u, baribir fakt shundaki tepada yopilgan. Pastga tushib ketdi va mana bu yerda mana bu kuchli zona bo'lgandan keyin mana shu yerga tushib, narx mana bu yopilyapti baribir. Pastga tushdi, keyingisi pastda ochildi va mana shu pastdagi sham mana shu atrofda birikkanda ketib qolardi, lekin bu qaytib mana shu zonaga kirdi. Fakt shundaki, har doim o'sha impuls harakat teng yarmiga intiladi har narx. Ya'ni maksimum hosil qilgandan keyin o'sha yoqqa intiladi. Xayrlar sizga premyer qilib ko'rsam bo'ladi. Bu yerda endi kuchli o'suvchi trend bo'lgan, u payti urushdan o'tsa oxirgi mana bu zonalar olsak agar o'sha yerdan baribir bergan. Mana bunday olgan taqdirlaringizda baribir shu teng 0.5 ga kelgan shu yer baribir. Mana kuchli o'sishdan keyin mana bu joyga qolsak. Bu yerda ololmaymiz, sababi urush natijasida biz hech qanday откат kutmaganmiz. Teng yarmigacha tushishi ham katta вероятность bo'lmagan. Chunki narx kuchli o'sib chiqqan mana bu yerda. Kuchli o'sib chiqqandan keyin unaqa holatda bo'lmagan. Mana bu yerlarda даже teng yarmiga qaytmagan. Qaytgan ekan mana bu yerda. Bu emas, mana bu yer hisoblanadi. Chunki mana maksimum olyapmiz, minimum maksimum olganda mana bu yerlar kelgan va shu bilan ketgan. Shuning uchun bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi. O'sib chiqsak agar mana shu yerga kelsak, примерно mana kuchli zona 0.618, ya'ni gapda o'sha joyga kelyapti. Qisqasi,
Analiz shunday bo'ladi. Tasavvur qilib o'zingizga misol, mana bunaqangi model bor. Mana shu model bo'yicha mana bunday harakatlansa, demak mana bu yergacha kelib qo'yadi. Shu yerga kelib qo'ygandan keyin bizada, aaa, sel ketish ehtimoli bor. Sel qancha ketadi? Oldingi kuchli ketgan sel pozitsiyalarini o'lchab ko'rasizlar punktlarini. O'rtacha hammasi bir xil chiqadi. Ba'zan shuncha tushib berishi mumkin. Shunday qo'yasiz, keyin agar shuncha yurib bersa tepaga, shunday shiyponi tortasiz, teng yarmiga keladi, qaraysiz sel pozitsiyasi o'sha teng yarmiga to'g'ri kelib qoladi. Safhada demak ko'p, to'g'rimi? O'zidan o'zi kelmaydi-ku u narsa. Man o'zimni to'qib chiqarganim yo'q bu narsalardan. Bir joyga to'g'ri kelib qolyapti-ku nuqtalarga. Demak, shu yerda kuchli zona solinadi. Demak, shu yerda kelajakda nimadir qilib berishi mumkin, 100% emas. Kelajakda mana shu yerlarda o'sha biz o'ylaganday harakatlanib shu yerga kelib qo'ysa, mana bu yerda holat bersa, mana shu yerdan bitta bay olsak bo'ladi. Zo'r holat-ku. Ana endi kunlikka o'tasizlar. Kunlik time frame'da bizda kuchli восходящий trend. To'g'rimi? Bizlarga endi qandaydir kelajakda mana bu trendlarga qat'iy tushib berishi kerak. Demak, biza buzib chiqqandan keyin mana bu to'rtminglarga kelib qo'ysak, qandaydir anaqangi откатlardan kelishimiz mumkin trendga. Lekin уже man o'ylashimcha, mana bu punktlar kattaygandan keyin volatilность oshib ketgan zonalardan pastlarga tushmasa kerak hali beri. Chunki qaranglar, mana bu yerda kuchli zona qo'yib qo'yamiz. Hop, qaranglar endi biz qanday tasavvur qilamiz? Mabodo agar narx tushib ketsa ham o'sha tepalardan, to'rtminglardan mana bunday zonalarni kutishimiz mumkin trenddan, to'g'rimi? Keyin aniq ketishimiz ham mumkin. Bizda katta korreksiya hosil bo'ladi. Boya aytganimdek, bir oylik time frame'dagi haftalikdagidek uzoq muddat trendda qolishimiz mumkin. Tillo judayam o'sib chiqqan, bu уже qolashi kerak. Ya'ni qanday откат yoki korreksiya yoki flatga tushishi kerak hech bo'lmasa, tepaga ketishdan oldin. Ya'ni крупный игрокlar kiradigan zonalar bo'lishi kerak. O'sha zonalarni topishimiz kerak bizlar. Bu yer hali endi boshlanishi bu. Крупный игрокlar o'zini pozitsiyalarini anaqa qilgan bir anavi payt o'ziga tayyorgarlik ko'ryapti ular. Shuning uchun kuzatib boringlar. U balkim endi uzoq muddatga shiyponlar bor, katta summa puli bor odamlar bor. Misol birdan investitsiya kiritib qo'ymoqchi bir 5 yil, 4 yilga shunday moment beradi. O'sha momentda shunday sotib olib qo'yinglar. Ko'p emas, 1-2 yil ichida o'zini ko'rsatadi Tillo. A tak 3 yil uzoq bo'lgan, oxirgi korreksiya 3 yil bo'lgan. Lekin o'shanda ham qaranglar, 21-yil va 22-yilda kuchli qulagan va mana bu qulashda bay olgan bo'lsa odamlar, qaranglar qancha o'sib ketgan. Mana bu yerdan boshlangan o'sha kuchli игрокlar, ya'ni крупный игрокlar mana bu yerdan kirishni boshlagan. Va e'tibor qilinglar, har doim tushgan 1800, 1600 ga tushgan ekan, qaranglar. Har safar o'sha kelib, keyin o'sha narxlar yangilamagan mana bu yerdan keyin. Hamma keyin mana bu yerda kutgan mana shu yerga kelsa, от души bay olamiz, bunga kelmaydi, chunki o'sha крупный игрок kirib bo'lgan bu yerda. Bundan oldin и всё. Bir de prosta bitta trend hosil qilib berdi. Endi bu trend qachondir ishlashi mumkin. No, скорее всего o'ylayman, biz hozir chuqur korreksiya qolamiz-ku. Qandaydir korreksiya qolib ketsak, shu mana shu trendga keladi oxiri. Qanday korreksiya qilib kelib, mana shundan bitta kasra qilib keyin ketib qoladi. Nima uchun? Tak, haftalikka o'tamiz. Mana bu yerda hosil qilib ketgan-ku, mana bu yerda ham xuddi shunday hosil qilib ketgan. Qarang, trendda mana. Mana buni olaylik. Bu ham qachondir ishlab berishi mumkin va men o'ylashimcha, уже kelajakda shularga tegadi qandaydir. Bu trendlar menimcha уже endi maloverojatно bunday ishonasizda endi. Nega deysiz, bu yoqqacha qachon boradi, Xudo biladi o'rasida. No, trend есть trend, qachondir tushib berishi mumkin. Endi u paytlar bizda bormi yo'qmi o'sha gap yana. Kunlik savdoda hozircha mana holat yo'q. Uzoq muddatga, ya'ni hafta davomida swing trade'ga g'oyada shu. Zonalarni kutib savdo qilaveramiz. Shoshmasa savdo qilsalaring anchagina foyda chiqib anchagina zararga kirganlar bor ekan. Zarar qaytaraman deb savdo qilmanglar, foydasiz. Zarar qaytaraman deb savdo qilsangiz, misol aytaylik, 1000 zarar qilgansiz, savdo qilib turibsiz, $700 foyda turibsiz. Bu yana 700 va 1000 bo'ladi va zarar qoplanib turgan joyda $700 deb yopilmaydi-yu, kamroq so'mda yopib qo'yishingiz mumkin. O'sha 700 ni yopib yuborib, keyin
Yana savdo qilib, yana shuncha qilsangiz yopilishi mumkin. Lekin anaqangi emotsiya bilan, ya'ni o'sha minuslarni yopishim kerak, qoplashim kerak, g'oya bilan savdo qilsangiz bo'lmaydi. Bir kunda qilolmaysizlar. Bu vaqt kerak. Ну, bir kunda 1000 yo'qotgan bo'lsangiz, qaytarish uchun bitta 1 haftadir balkim, 1 oy ketar. Hammada har xil. Shuning uchun emotsiyaga berilmasdan psixologiyani joyiga qo'yib savdo qilsalaring hammasi o'xshaydi. Xo'p, ko'rishguncha sog'-salomat bo'lasizlar. Kontentlarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa xursandmiz. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz.